Mana bu soyni jilg'anani boqishini qarang. Shunaqa soy bo'yidan hovlim bo'lsa yashab borardim deganlar uchun bugun ushbu joyimiz sotuvga qo'yildi. 9,5 sotixli maydon, ichida 8 ta xona va podval bilan birga oilaviy hayot ham, biznes ham barqaror boshlanishi mumkin bo'lgan joy. Uy pishiq va xom g'isht aralash qurilgan. Konstruksiyasi mustahkam, hovli keng, har bir xona yorug' va foydalanishga qulay. Podval esa ombor texnika, uni o'z xohishingizga qarab moslab olasiz. Hovlida 8 ta xona mavjudligi katta oila, mehmonxona, kichik mehmonxona yoki bir nechta ijaraga beradigan xona qilish uchun ajoyib imkoniyat. Soy bo'yidan uzunligi 45-50 metr bo'lgan kattagina joyi bor. U yerda 3 ta so'ris ham bor, yana 5-6 ta so'rilar sig'adi. Bu maydon nafaqat shinam dam olish uchun, balki choyxona, kafe yoki tabiat bilan bog'liq kichik biznes uchun ham ajoyib imkoniyat. E'tiborga molik tomoni, soy bo'yi ham kadastrga kiritilgan, ya'ni yer va atrof muhit bilan bog'liq rasmiy masala tartiblangan. Kommunikatsiyalar, gaz, suv, elektr ta'minoti barqaror, hech qanday muammo yo'q. Bu degani siz ishni boshlash bilan darhol foydalanishingiz, yangi loyihani tez ishga tushirishingiz mumkin. Joylashuvi esa kundalik hayotni osonlashtiradi. Maktab va bog'chaga yaqinligi, do'kon, bozor va transport yo'llariga qulay chiqish, oila uchun katta qulaylik. Mahalla tinch, odamlar yaxshi, qo'shnilar esa madaniyatli. Hovlida mevali daraxtlari, uzum toklari, gullar, yozgi kechalarda oila bilan dam olish, bolalar uchun xavfsiz o'yin maydonchasi tashkil etish mumkin. Yo'l bo'yida joylashgani sababli biznes maqsadida foydalanish ham qulay. Kirish-chiqish, yetkazib berish va mijozlarni qabul qilish oson. Narxiga egalari $170 ming so'rashyapti. Yana kelishiladigan joylari bor ekan. Manzil esa Marg'ilondagi Titov choyxonasi yaqinidagi chinor tagidan kirilgan mahallada. Egalarning raqamlari shundoqqina ekraningizda, bemalol bog'lanib, kelib ko'rib baraka qilishingiz mumkin. Yaqinlaringizga ulashib jo'natib qo'ying. Bunday hovli tezda sotilib ketadi. Ulgurib qoling deymizda.